Ustozlar, ekran oldidagi tomoshabinlar, men o'zim Xota viloyati Chirnoy Ulug'said Oqchiq kentidan ismim Matqurbon Qosimbuto. Men Gulsayidxon degan naqshamni mush ekran oldidagi tomoshabinlarga taqdim qilmoqchiman. Rahmat.
Rahmat. Bu Çırnang tağ naqshlar go. Bugun ma 2 yildan keyin bu naqsh anglama manga tetidi. Xudo shu qetiq zag'irchilab ishgandek oldimchu. Men sizni ko'rgan. Undidarda sizniki bir ko'rinishlaringiz taqandi ekan, men naqsh aytib ekansiz shu vaqtida. Bugun talant sanimizda didarlashdik, bu nihoyat yaxshi bo'ldi. Dastlabda Gulsaydaxonni aytib o'tdingiz, o'tirib kelganda xitni berib o'tdingizmi? Amraxon bilan zo'rxon o'shib ketdingiz ha? Sal shashlashib qolgan chog'im bor. Shashlashmayli. Uni buni deymiz, yana qadiniyaz ketmaydi ha? Uning ustiga sizlarga necha o'zgarishlik naqshlar aytib berdinglar, mayli ovozning tusi bo'lsin, uning ustiga hech qanday bir kuchash yo'q. Mayli firoq, mayli boshqa jihat bo'lsin, odamga nihoyat yiqishliq, huzurliq bir naqsh bo'ldi. Bo'ladi. Men sizlarga bir bilet tashlayman. Qanday ahvollar yaxshi turiblar? Yaxshi, o'zim yaxshilar. Naqshlardan intayin huzur oldim. Chunki bizning Almisaqdan mashrab so'rovlarimizda shundaq naqshlar shu yurtning hikoyalarini chiroyli naqsh melodiyasi orqali humoristik holatda shu yerga kulki chaqchaqlarni ifodalaydigan bir san'at turi Almisaqdan xalq san'atkorlarining ichida hozirgacha davomlashib kelyotidi. Men shundaq sizning naqshlardan bir xil xushallik, har xil hikoyalarni, turmush melodiyasini ko'rdim. Bu bir huzur, uning ustiga hozirgi yoshlarimiz uchun bu bir o'rganish fursati. Yoshlar mushu naqshning tekstidan bir hikoyani, bir ulanmalikni ham bir xil hordiq elishni. Chunki bizning maktablarimizning hammasi ishdan charchaganda, etizliklarimizdan biz mo'l-hosil ag'a vaqtlarimizda har xil sabablar uchun elib berildigan bir san'at so'rinida shu orqali odam tarbiyalaymiz. Shuning o'xshash sizning mush naqshlaringizmi, mushu yosh bolalarimiz anglasa, tekstlarining shundaq humoristik holatlari, bir-birisi bilan bog'lanishchanligi, buning hikoyasining borlig'ini, ulishib kelayotganliklarini ko'rsa, bu texim bir yaxshi o'rganish fursati bo'ldi ekan. Shunga men sizga bir nomer. Rahmat. Gulsaydaxon mana bu naqsha bizningki ata-bobolarimiz bizga qoldirib ketgan xalq naqshlarimizning Uyg'ur xalq naqshlarining bir qismi. Bizda qo'y boqqanda aytgan qo'yish naqsi va o'mi qilganda aytgan o'mi naqsi, hatto o't olganda aytgan o't olg'u naqsi bizning ata-bobolarimiz shunchalik chiroyli melodiyalarni, shunchalik chiroyli ohanglarni qoldirib ketgan. Buni saqlash, varislik qilish hammamizning majburiyati. Mana sizlar shunchalik chiroyli bizning aziz yurtimiz Xotandagi xalqimizning salomini ilib shunchalik chiroyli suzuk ovozingiz bilan bak chiroyli o'qidingiz. Shunglashqa sizga men bir tal biltimni beraman. Endi bu taqnaqsida cho'qim tag'liqlarga xos, masalan kiyim-kechagimiz bor bizning yaratgan qoldirib ketgan. Cho'qim bu sahnada biz nurg'un xalqimiz ekran orqali sahnada yana cho'qim yuzini ko'rish lozim. Buningda bizning o'zimiz shu taqqa yarashgan yutuqlarimiz bor. Hatto taqdiki qo'ychilarimiz tuygining balasi bo'taloqning to'shidagi jungdan balvoq to'qiydi. Shundaqmi? Shunda. Bu hech qanday qayerda yo'q. Shundaq esil narsalar shu balvoqlarimiz bilan, shu yutaklarimiz bilan, cho'riqlarimiz va mana shu narsa shu pet kelish lozim bizga. Aslida bunda bir pimidagmi bir narsa kishib, sheripadiz kelamiz degan. Ya pimini 6-oyda kelsa, 7-oyda kelsa ko'chadaq chiqadi. Ma apnoyan kelgandikan ham yomon bak tag'liqlashib ketsak, voy ma qarong'tog'dan buyon bekin kelib qoldimi nima deb qamsiz. Ya bizning ko'rdig'imiz shu, xalqning yaxshi ko'rdig'ini, sevganligini shu. Rahmat. Yana bir qatimda men cho'qib qitma shuni. Naqshini rasla bak yaxshi aytdinglar. Bu anda talas sahnasi. Talas sahnasi bo'lgan bilan mush naqshini aytganda bir xil yana bir yangi chiqarib, o'xshamaydigan bir aytgan bo'lsang tegim bak yaxshi olib ketdi. Men bilet bilsam bildim. Onu. Ovoz.